Mana biz ham Qahramonjon tabibni giyohlaridan juda ko'p foydalanyapmiz. Ixlos bilan men o'zimni oyoq kasalim bilan suyak yemirilishlarini, keyin qolaversa davleniya kasallarim bor edi. Shundan ixlos bilan olib mana rosa 3 oy ichdim. 3 oy ichish davomida bir oyda unchalik sezmadim. Keyin ikkinchi oyda yarimidan boshlab o'zim tetik seza boshladim. Keyin 86 kilodan 80 kiloga tushdim. Yuraklarim, davleniyalarim, urishlari yaxshi bo'ldi. Birinchi apparatga tushganimda yuragimda ozgina shish paydo bo'lgan edi. Bir tomonida ozgina shish paydo bo'ldi dedi. Keyin yaqinda yana tushsam, yuragingizda hech qanaqa muammo yo'q xola, hamma shishlaringiz ham qaytibdi. Menda 3-stepen suyak yemirilishi bor edi. Keyin ortopedda alohida ko'rsatib turardim. Ortoped ko'rib, yo'q, endi sizda suyak yemirilish to'xtabdi, ishiqlaringiz qaytibdi. Siz davolanibsiz, yaxshi davolanibsiz. Ertangalik hayit munosabati bilan o'sha Farg'onadagi Qahramon tabib filialimizning opamizga 1 oylik Tarento mahsulotimiz bilan giyoh choyimizni beryapmiz. Opa, iloyim kasal bo'lmang. Rahmat. Shifo bersin. Alloh rozi bo'lsin qilgan insonlaringizni, ishlaringizga rivoj tilayman. Juda ham xursandmiz. Omadlaringni bersin. Rahmat, sog' bo'linglar.